Assalomu alaykum, hurmatli Qonun 101 kanal kuzatuvchilari. Bugun O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 18-bobi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi to'g'risidagi 91-104 moddalar haqida aytib o'tamiz. Bugungi videomiz ikkinchi qismi bo'lib 94-96 moddalarni o'z ichiga oladi. O'tgan videomizda Oliy Majlis Senat va Qonunchilik palatasining birgalikdagi vakolatlarini aytib o'tgan edik. Bizlar bugungi videomizda mutlaq vakolatlarni aytib o'tamiz. Demak, 94-moddamizda Oliy Majlis Qonunchilik palatasining mutlaq vakolatlari O'zbekiston Respublikasi davlat byudjetini ijro etish ustidan nazoratni amalga oshirish, O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasining hisobotini ko'rib chiqish, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti taqdimiga binoan O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri nomzodini ko'rib chiqish va ma'qullash, Bosh vazirning mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlantirish dolzarb masalalar yuzasidan, shuningdek Vazirlar Mahkamasi a'zolarining o'z faoliyat masalalari yuzasidan hisobotlarni eshitish, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti taqdimiga binoan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi a'zolariga nomzodlarni ko'rib chiqish va ma'qullash. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy hayotining eng muhim masalalari bo'yicha har yilgi ma'ruzasini eshitish, davlat organlarining mansabdor shaxslariga parlament so'rovlarini yuborish va parlament nazoratining boshqa shakllarini amalga oshirish, Oliy Majlisning Qonunchilik palatasi spikeri va uning o'rinbosarlari, qo'mitalarning raislari va uning o'rinbosarlarini saylash, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurorining taqdimiga binoan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisning Qonunchilik palatasi deputatini daxlsizlik huquqidan mahrum etish to'g'risidagi masalalarni hal etish, o'z faoliyat tashkil etish va palataning ichki tartib qoidalari bilan bog'liq masalalar yuzasidan qarorlarni qabul qilish va siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy hayot sohasidagi u yoki bu masalalar yuzasidan, shuningdek davlatning ichki va tashqi siyosat masalalari yuzasidan qarorlarni qabul qilish hamda ushbu konstitutsiya va qonunlarda nazarda tutilgan boshqa vakolatlarni amalga oshiradi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi o'zini o'zi tarqatib yuborish to'g'risida deputatlarning umumiy sonining kamida 3/2 qismidan iborat ko'pchilik ovozi bilan qaror qabul qilishi mumkin. Demak, 95-moddamizda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining mutlaq vakolatlari haqida aytib o'tamiz. Demak, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti taqdimiga binoan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudni, Oliy sudni, Sudyalar Oliy kengashi, Respublika korrupsiyaga qarshi kurash organlarining rahbarlari va Respublika monopoliyaga qarshi kurash organlarining rahbarlarini saylash, Prezidentimizning taqdimiga binoan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori va O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasi rais lavozimiga nomzodlarni ko'rib chiqish hamda ma'qullash, Prezidentimiz tomonidan taklif etilgan O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati rais lavozimiga nomzodlar yuzasidan maslahatlashuvlarni o'tkazish hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti taqdimiga binoan O'zbekiston Respublikasi chet davlatdagi hamda xalqaro tashkilotlardagi diplomatik hamda boshqa vakolatxonalar rahbarlarini tayinlash, ularni lavozimidan ozod etish. Prezidentimiz taqdimiga binoan O'zbekiston Respublikasi Markaziy bank boshqaruvining raisi tayinlash va uni lavozimidan ozod etish. Prezidentimizning vakilliklarini hamda boshqa respublika ijro etuvchi hokimiyat organlarini tuzish hamda tugatish to'g'risida farmonlarni tasdiqlash. Prezidentimizning taqdimiga binoan admissiya to'g'risida hujjatni qabul qilish hamda bu O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurorining O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvi raisining hisobotlarini eshitish hamda O'zbekiston Respublikasi chet davlatdagi xalqaro tashkilotlar huzuridagi diplomatik hamda boshqa vakolatxona rahbarlarining o'z faoliyat masalalari bo'yicha hisobotlarni eshitish. Qonunchilik palatasi tarqatib yuborilgan davrda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining qonunlarni qabul qilishga doir vakolatlarni bajarish. Bundan konstitutsiya va konstitutsiyaviy qonunlar bundan mustasno hamda ushbu konstitutsiya va qonunlarda nazarda tutilgan boshqa vakolatlarni amalga oshiradi. Demak, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati o'zini o'zi tarqatib yuborish to'g'risida senatorlarning umumiy sonining kamida 3/2 qismidan iborat ko'pchilik ovozi bilan qaror qabul qilishi mumkin. 96-moddamizda vakolatli muddat tugagach O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi va Senatning tegishli yangi chaqiriq, ya'ni Qonunchilik palatasi va Senat ish boshlagunga qadar o'z faoliyatini davom ettiradi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatning birinchi majlisi tegishlicha
Qonunchilik palataga saylovdan keyin 2 oydan kechiktirmay va Senat tarkibi to'plangandan keyin 1 oy kechiktirmay Markaziy saylov komissiyasi tomonidan chaqiriladi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi majlislari sessiyalar davrida o'tkaziladi. Sessiyalar qoida tariqasida sentyabrning 1-ish kunidan boshlab kelgusi yilning iyun oyi oxirgi ish kuniga qadar o'tkaziladi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senat majlislari zaruratga qarab, lekin yiliga kamida 3 marta o'tkaziladi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining majlislari agar ular ishda barcha deputatlar, senatorlar umumiy sonning yarmidan ko'pi ishtirok etayotgan bo'lsa, vakolatli hisoblanadi. Demak, konstitutsiyaviy qonunlarni qabul qilish barcha deputatlar va senatorlar umumiy sonning kamida 3 dan 2 qismi ishtirok etishi shart. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi, Senat majlislari, shuningdek ularning organlar majlislarida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Bosh vaziri, Vazirlar Mahkamasi a'zolari, Konstitutsiyaviy sud, Oliy sud, Sudyalar Oliy kengashi raisi, Bosh prokuror va Markaziy bank boshqaruvi raisi ishtirok etishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi va uning organlar majlisida Senat raisi, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati va uning organlar majlisida Qonunchilik palatasi spikeri ishtirok etishi mumkin. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi va Senat alohida majlislar o'tkazadi. Ya'ni ular O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatning qo'shma majlislari O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qasamyod qilganda, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy hayotining ichki va tashqi siyosatning eng muhim masalalari yuzasidan nutq so'zlayotganda va chet davlat rahbarlari nutq so'zlayotganda o'tkaziladi. Palatalarning kelishuvi binoan ham qo'shimcha majlislar boshqa majlislar ham yuzasidan ham o'tkazilishi mumkin. Shu bilan bugungi videorolikimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.